Nikina ilonmi? Monika Bella zaharmi? Nigin asalcham yaxshimisiz? Nima? Dubaydan kelganimdan beri ko'rinmaysiz? Apamaftun, yaxshimisiz? Dubaydan kelgan paytingizga men zavqlik qilish uchun Italiyaga bordim, erim bilan shunaqa brilliantlar olib bilaman, chiroylimi? İlonga ilon yarashibdi. To'g'ri. Ha, bu brilliantmi? Mana ko'ylaklarimni ham toshlari brilliantdan bilasiz-ku, oddiy narsaga allergiyam bor. Aman Italiyaga dam olayotgan paytimga bolalarimga $1000 nyanka qaradi. Zo'ramsa erim bilan mazza qilib dam olib keldik. Mana bolalarim Naqshband maktabida o'qishadi. Mani bolalarim maktabda ham ingliz tilini o'rgatishadi. Asalom, Naqshband maktabida 5 ta tilni o'rgatishadi. A bizni maktabda esa tekvando bor. Naqshband maktabida esa tana sog'lig'i uchun tekvando, aqliy rivojlanish uchun shaxmat bor. Yaxshi. Naqshband maktabingiz qayerda ekan? Mana bolamni o'sha yerga qo'yaman. To'g'ri, hamma narsadan mendan oldinda bo'lsangiz ham bolalarni tarbiyasida mendan oldinlab keta olmaysiz. Naqshband maktabining manzili Buxoro shahar prokuraturasi va madaniyat boshqarmasi o'rtasida. Judayam injiq bolajonlaringizni o'qituvchilar 3 oyda maktabga o'rgatib, tilni, sportni, madaniyatni, tarbiyani, hamma narsani o'z bo'yinlariga oladilar.